Oyadam sog'indim. Hadi ketyapsan? Yashamayman siz bilan, ajrashaman. Nima yetishmayapti senga? Menga bunday hayot kerak emas. Men uyda o'tiribman, ertalabdan kechga. Siz ko'chadan beri kelmaysiz, ertalab kechasi kirib kelasiz. Shunda ham oilangizga vaqtingiz yo'q. Ko'chada yurgan bo'lsam, sizlarni yaxshi sharoitda yurishlaring uchun, yaxshi yashashlaring uchun harakat qilaman. Qo'ysangizchi, bo'lmasam men ham chiqay ko'chaga. Nima? Latta erkak bo'lishim xohlayapsanmi? Erkakmisiz? O'cha. Javob bering. Ishon, hozir bir nima qilib qo'yaman. Men siz bilan yashamayman deyapman-ku. Bor ket, ishon, yalinib qaytib kelasan. Hech qachon. Ular gap tamom. Ertalab turgunimcha ering bilan yarashasanmi, qayerda yashaysan, bola chaqangni olib uyimdan chiqib ket. Qildog'imga keldi. Ana hozir yana bolalaring yig'layapti. Asabim ko'tarmay, men ham sog'ligim o'zimga kerak. Opang bergan pullarga ertaga o'zim sal kayfiyatimni ko'tarib, sovg'a salom olmoqchiman. Men ham o'zim uchun yashashga haqqim bor. Butun umr sen uchun, seni muammolaring so'zlab yashashga majbur emasman. Yur. To'xtang. Gaplashib olaylik. Meni kechira olsangiz kechiring. Qo'ying shu ish qilmaydi. Orqaga yo'l qolmaydi keyin. Gapirgan gaplaringchi? Bilaman. Xudodan so'rayman bir kun kelib meni kechirishingizni. Lekin bolamizni yetim qilmaylik. Saidaxon sizni juda ham sog'indi. Bilasan, bir marta xato qilgan odam yana qaytib o'sha xatoni qiladi. Bo'lmaydi unaqasi. Men bu narsani tushunib yetishim uchun sizni yo'qotishim kerak ekan. Bo'chi? Bu bizani boshqa bir xatoni qilmasligimiz uchun hujjat bo'lib qolsin. Yo'q, men bu narsani qaytib ko'rishni xohlamayman. Ras aybim tushungan ekansan. Imkoniyat beraman. Ketdik. To'xta, betga emas. Restoranga ketdik. Shu desam, qajashtirib yuborsammikin? Xudodan qo'rqing. Nima deyapsiz? Ertalab azonlabdan o'g'otasiz, kechqurun soat 1-2larda ham shu kelin tinim bilmay g'imir qilib yuradi. O'zingizni qizingizdek ko'ring. Assalomu alaykum, oyijon, yaxshi keldingizmi? Ovqatlaringizni suzib beraymi? Hamma narsa tayyor. Yo'q, rahmat. Kelin, buguncha damingizni olib qoling. O'g'lim kelishiga chiroyli bo'lib kutib oling. Oyijon, tinchlikmi? Voy. Kasal bo'lib qolmadingizmi?